Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugungi videomiz juda ham muhim va dolzarb mavzuga bag'ishlangan. Ekraningizda ko'rib turganingizdek, pensionerlar diqqatiga ilmaydan hammasi yangi chiqa. Sarlavhasi sizni bejizga jalb etmadi deb umid qilaman. Chunki bugun sizga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlar nafaqat muhim, balki hayotiy zaruratdir. Nafaqat o'zingiz, balki atrofingizdagi yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Bugungi kunda pensiya va ijtimoiy nafaqalar bilan bog'liq masalalar har birimizni qiziqtiradi. Ayniqsa irmaydan boshlab kuchga kiradigan yangi o'zgarishlar ko'pchilikda savollar uyg'otmoqda. Bu savollarga javob berish, barcha noaniqliklarga oydinlik kiritish uchun men siz bilan birgamiz. Ushbu ma'lumotlarni o'zingiz uchun to'liq tushunib olishingiz va hech qanday muhim detalni o'tkazib yubormasligingizni istayman. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Agar bu mavzu siz uchun foydali bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun eng yaxshi rag'batlantirishdir. Keling, muammoning asosiy mohiyatiga o'taylik. Avvallari pensiya tizimimizda ma'lum bir tartib mavjud edi. Pensiyalar asosan qonunchilikda belgilangan minimal va maksimal miqdorlarga muvofiq hisoblanar. Yillik indeksatsiya, ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish odatda yiliga 1 yoki 2 marta amalga oshirilardi. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar esa aniq belgilangan guruhlarga, masalan, nogironligi bor shaxslarga yoki boquvchisini yo'qotgan oilalarga berilardi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, tizim barqaror edi, ammo ba'zi hollarda aholining eng zaif qatlamlari uchun yetarli darajada moslashuvchan emasdi. Pensiya miqdorini hisoblashda ish staji va ish haqi muhim rol o'ynar, lekin ayrim holatlarda, ayniqsa uzoq yillar davomida kam haq to'lanadigan ishlarda faoliyat yuritgan fuqarolarimiz uchun pensiya miqdori kutilgandan pastroq chiqishi mumkin edi. Bu esa ko'plab nafaqaxo'rlarimizda norozilik va haqli savollar tug'dirardi. Qolaversa, ba'zi nafaqaxo'rlarimiz qo'shimcha imtiyozlar yoki yordam turlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdilar. Endi esa irmaydan boshlab vaziyat tubdan o'zgaradi. Davlatimiz tomonidan pensiya tizimini takomillashtirish va nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida bir qator muhim o'zgarishlar kiritilmoqda. Asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, pensiyalar miqdorini hisoblashda yangi mexanizm joriy etiladi. Bu mexanizm orqali pensiyalar nafaqat inflyatsiya darajasiga, balki mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sish sur'atlariga ham bog'liq bo'ladi. Bu degani, pensiyalar o'sishi ancha barqaror va tezroq kechadi. Ikkinchidan, kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha moddiy yordam dasturlari ishga tushiriladi. Bu nafaqat ularning turmush darajasini yaxshilashga yordam beradi, balki ularning ijtimoiy himoyasini ham kuchaytiradi. Uchinchidan, pensiya tayinlash jarayonlari soddalashtiriladi va raqamlashtiriladi. Endilikda ba'zi hujjatlarni yig'ish va navbat kutish kabi qiyinchiliklar sezilarli darajada kamayishi kutilmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat mavjud pensiya oluvchilarga, balki kelajakda pensiyaga chiqadigan fuqarolarga ham ta'sir qiladi. Keling, endi ushbu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Eng avvalo, yangi pensiya indeksatsiyasi mexanizmi nima degani? Bu degani, endi pensiyalar faqatgina narx-navo o'sishiga qarab emas, balki iqtisodiyotdagi real o'sishga ham bog'liq ravishda oshiriladi. Avvallari agar inflyatsiya unpazinib bo'lsa, pensiyalar ham shu atrofda oshirilardi. Endi esa agar mamlakatda o'rtacha ish haqi unpazinga oshsa, pensiyalar ham shu raqamga yaqinroq ko'tarilishi mumkin. Bu pensiyaning xarid qobiliyatini saqlashdan tashqari uni yanada oshirishga xizmat qiladi. Kimlar uchun bu o'zgarishlar muhim? Asosan barcha turdagi pensiya oluvchilar uchun ahamiyatli. Ya'ni yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu o'zgarish nafaqaxo'rlarning katta qismini qamrab oladi. Ammo ayniqsa kam ta'minlangan oilalarda yashovchi va minimal pensiya oluvchi shaxslar uchun bu yangiliklar hayotiy muhim ahamiyatga ega. Chunki yangi ijtimoiy yordam dasturlari aynan ularga qaratilgan. Kimlar uchun esa bu o'zgarishlar unchalik tashvishlanarli emas. Agar siz hozirda nisbatan yuqori pensiya oluvchi bo'lsangiz va moddiy ahvolingiz yaxshi bo'lsa, bu o'zgarishlar sizning pensiyangizni ham oshiradi. Lekin sizga qo'shimcha nafaqa yoki yordam olish uchun hujjatlar yig'ishga hojat qolmasligi mumkin. Ya'ni bu yangiliklar barchaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, faqat ta'sir darajasi har kimda har xil bo'ladi. Keling, bir nechta real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol,
Oyisha buvi 7 ming yoshda uzoq yillar bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi avvallari 20-200 ming so'm edi. Yangi indeksatsiya mexanizmi joriy etilgunga qadar agar inflyatsiya darajasi 8 bari bo'lsa, uning pensiyasi taxminan 96 ming so'mga oshirilib 22-96 ming so'mga yetardi. Endilikda esa ilmaydan boshlab agar mamlakatda o'rtacha ish haqi 12 millionga oshgan bo'lsa, Oyisha buning pensiyasi shunga mutanosib ravishda, ya'ni 1004 ming so'mga ko'tarilib 1,304 ming so'mga yetadi. Bu shunchaki raqamlar emas, har oyda taksir. 1000 so'm qo'shimcha pul Oyisha bu uchun katta yordamdir. Masalan, u endi shu pulga har oyda yangi kitob sotib olishi yoki bir oyda bir martanabrlar uchun shirinliklar olib berishi mumkin. Bu uning turmush sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi va unga o'zini yanada qadrli his qilish imkoniyatini beradi. Ikkinchi misol, Ahmad aka 65 yoshda eng guruh nogironi. Uning pensiyasi va nafaqasi avvallari jami 1500 ming so'm tashkil etardi. U yolg'iz yashaydi va tibbiy xarajatlari ancha yuqori. Yangi qo'shimcha moddiy yordam dasturi ishga tushirilganligi sababli uning ahvolini inobatga olgan holda unga har oyda 300 million so'm miqdorida maxsus ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Bu degani Ahmad akaning umumiy oylik daromadi 1800 million so'mga ko'tariladi. Bu qo'shimcha mablag' Ahmad aka uchun dori-darmon sotib olish, ovqatlanish ratsionini boyitish, hatto uyini isitish uchun qo'shimcha xarajatlarni qoplashga yordam beradi. Uning yashash sharoiti va sog'lig'i uchun bu juda katta yordamdir. Bu kabi qo'shimcha nafaqalar aynan kam ta'minlangan, sog'lig'i yomon yoki yolg'iz nafaqaxo'rlarimizni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Uchinchi misol, Dilshod aka 6 yoshda. U oliy toifali muhandis bo'lib ishlagan va nisbatan yuqori, ya'ni 30 ming so'm pensiya oladi. Yangi indeksatsiya mexanizmi uning pensiyasiga ham ta'sir qiladi, albatta. Agar yuqoridagi misoldagi kabi 12% o'sish bo'lsa, Dilshod akaning pensiyasi 30 ming so'mga aylanadi. Bu uning uchun ham sezilarli qo'shimcha daromad. Lekin u, masalan, Ahmad akaga o'xshab qo'shimcha maxsus ijtimoiy nafaqa olish uchun murojaat qilishi shart emas. Chunki uning daromadi allaqachon yetarli deb hisoblanadi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, yangi tizim barchaning pensiyasini oshiradi, lekin moddiy yordam aynan muhtojlarga qaratilgan. Bu tizim adolatliroq bo'lishga xizmat qiladi. Endi esa istisnolarga. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarga va unchalik aniq bo'lmagan jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda ishlaydigan nafaqaxo'rlar masalasi. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Agar pensiya olayotgan bo'lsam va shu bilan birga ishlasam, yangi o'zgarishlar menga qanday ta'sir qiladi? Umumiy qoida shuki, ishlaydigan nafaqaxo'rlarning pensiyalari ham yangi indeksatsiya mexanizmi bo'yicha oshiriladi. Lekin ba'zi ijtimoiy nafaqalar, masalan, yuqorida Ahmad aka misolidagi qo'shimcha moddiy yordam agar sizning umumiy daromadingiz ish haqi plus pensiya belgilangan minimal daromaddan yuqori bo'lsa, sizga tayinlanmasligi mumkin. Bu muhim nuansni yodda tutish kerak. Ya'ni agar siz ishlab pensiya ham olayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha ijtimoiy nafaqa olishga murojaat qilishdan oldin umumiy daromadingizning belgilangan me'yorlardan oshmasligiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi muhim jihat nogironlik pensiyalari. Nogironlik pensiyalarini tayinlash va qayta ko'rib chiqishda yangi tartib qoidalar joriy etilishi mumkin. Masalan, endilikda tibbiy mehnat ekspert komissiyalari TME xulosalari yanada shaffofroq va adolatliroq bo'lishi kutilmoqda. Ba'zi hollarda nogironlik guruhi avtomatik tarzda uzaytirilishi yoki qayta ko'rik muddati uzaytirilishi mumkin. Bu esa nafaqaxo'rlar uchun qog'ozbozlikni kamaytiradi. Shu bilan birga agar sizda nogironlik darajasi o'zgargan bo'lsa, bu haqida tezda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda sizga ortiqcha to'langan pul qayta undirilishi mumkin. Harbiy pensiyalar masalasiga kelsak, ular alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Yangi umumiy pensiya indeksatsiyasi qoidalari harbiy pensiyalarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Ammo harbiy nafaqaxo'rlar uchun ham o'ziga xos imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar joriy etilishi kutilmoqda. Shuning uchun harbiy pensiya oluvchilar o'zlariga tegishli idoralar bilan bog'lanib aniq ma'lumot olishlari kerak. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklar va qiyinchiliklar haqida ham gaplashaylik. Eng keng tarqalgan xato bu yangiliklar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaslik va natijada o'z huquqlaridan foydalana olmaslikdir. Ko'pincha nafaqaxo'rlarimiz yangi nafaqalar yoki imtiyozlar haqida eshitganlaridan keyin
menga baribir tegmaydi degan xayol bilan harakat qilishmaydi. Bu noto'g'ri. Har bir holat individualdir va agar siz biror nafaqa yoki yordamga haqli bo'lsangiz, uni albatta olishingiz kerak. Yana bir xato bu firibgarlik qurboni bo'lish. Afsuski, bunday vaziyatlarda o'zini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, pul talab qiladigan yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni so'raydigan shaxslar paydo bo'lishi mumkin. Eslab qoling. Hech qachon hech qanday davlat tashkiloti sizdan nafaqa yoki pensiya olish uchun pul so'ramaydi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni faqat rasmiy idoralarga taqdim eting. Noma'lum jihatlarga kelsak, ko'pincha rasmiy e'lonlarda beriladigan ma'lumotlar umumiy xarakterga ega bo'ladi. Detallar, masalan, qo'shimcha nafaqa olish uchun aniq mezonlar, ariza berish muddatlari, qaysi hujjatlarning aynan qaysi shaxsli talab etilishi kabi ma'lumotlar odatda keyinchalik aniqlashtiriladi. Shuning uchun rasmiy manbalarni pensiya jamg'armasi veb-sayti, Xalq banki sayti, rasmiy Telegram kanallari muntazam kuzatib borish juda muhim. Shuningdek, ba'zi hollarda yangi qoidalarni amalga oshirishda dastlabki bosqichlarda kichik texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyatlarda sabrli bo'lish va pensiya jamg'armasi mutaxassislariga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ba'zida pensiya hisoblashda yoki nafaqa tayinlashda ortiqcha to'lovlar yuzaga kelishi mumkin. Bu ham noaniq jihatlardan biri. Agar sizga kutilganidan ko'proq pul kelgan bo'lsa, bu haqida pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz kerak. Aks holda kelajakda bu mablag'lar sizdan qayta undirilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu sizning har biringiz bajarishingiz kerak bo'lgan aniq qadamlar ro'yxati. Birinchi qadam, ma'lumotlarni tekshiring. Eng avvalo, o'z pensiya miqdoringiz qanday o'zgarganini aniqlashingiz kerak. Buning uchun siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'pchilik uchun pensiya avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqiladi va oshirilgan pensiya to'lovi may oyidan boshlab amalga oshiriladi. Ammo agar sizning pensiya kartangizga o'zgarishlar aks etmagan bo'lsa yoki sizda savollar tug'ilsa, shaxsan murojaat qilishdan erinmang. Buning uchun sizning pensiya guvohnomangiz va shaxsiy pasportingiz kifoya qiladi. Ikkinchi qadam. Agar siz o'zingizni kam ta'minlangan deb hisoblasangiz yoki yuqorida aytilgan qo'shimcha ijtimoiy nafaqalarga haqli deb o'ylasangiz, darhol harakatga o'ting. Bunday nafaqalar har doim ham avtomatik tarzda tayinlanmaydi. Aksariyat hollarda arizaga asosan beriladi. Qayerga borish kerak? Sizning yashash joyingizdagi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga, hozirda mahalla idoralarida barcha ijtimoiy xizmatlar markazlashgan. Yoki pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qilishingiz lozim. Ba'zi xizmatlarni hukumat portali My.Gov.uz orqali ham onlayn tarzda olish mumkin. Ammo ko'pchilik pensionerlarimiz uchun shaxsan murojaat qilish qulayroq bo'ladi. Qanday hujjatlar yig'ish kerak? 1. Shaxsiy pasportingiz, asli va nusxasi. 2. Pensiya guvohnomangiz, asli va nusxasi. 3. Bank kartangiz rekvizitlari yoki bank hisobvaraqangiz ma'lumotlari. Nafaqa shu yerga o'tkaziladi. 4. Oilangiz tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Agar mavjud bo'lsa, nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy xulosa. 6. Turar joyingizga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati, ijara shartnomasi va hokazo. 7. Agar siz ishsiz bo'lsangiz, bu haqda bandlikka ko'maklashish markazidan ma'lumotnoma. 8. Oilangizning oxirgi 3 oydagi daromadlari haqida ma'lumotnoma ish joyidan. Agar oila a'zolari ishlasa, bu hujjatlar sizning ijtimoiy ahvolingizni to'liq baholash uchun zarurdir. Nima yozish kerak? Odatda pensiya jamg'armasi yoki mahalla bo'limida tayyor ariza blankalari mavjud bo'ladi. Sizga faqatgina ma'lumotlaringizni to'g'ri va to'liq kiritish talab etiladi. Ariza blankasi sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, pensiya guvohnomangiz raqami va murojaatingizning asosiy sababi. Masalan, yangi turdagi ijtimoiy nafaqa tayinlashni so'rayman ko'rsatiladi. Agar ariza yozishda qiyinchilikka duch kelsangiz, o'sha yerning xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga albatta ko'maklashadi. 3-qadam, navbatdagi to'lovlarni nazorat qiling. Ariza topshirganingizdan keyin odatda 15 ish kuni ichida sizning arizangiz ko'rib chiqiladi va qaror qabul qilinadi. Har oyda keladigan pensiyangiz va nafaqangiz miqdorini bank kartangiz yoki pensiya daftarchangiz orqali muntazam ravishda tekshirib boring. Agar biror noto'g'ri hisob-kitobga duch kelsangiz, zudlik bilan murojaat qiling.
unutmangki, har qanday mablag'ni o'z vaqtida tekshirish keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. Hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar. Bugun biz 20 oydan boshlab kuchga kiradigan pensiya va ijtimoiy nafaqalar tizimidagi eng muhim o'zgarishlarni batafsil muhokama qildik. Ushbu yangiliklar nafaqat pensiya miqdorlarining o'sishini, balki ijtimoiy himoyaning yanada kuchayishini ham anglatadi. Eng muhimi, bu yangiliklar sizning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, har bir pensionerimizning farovonligini ta'minlashni maqsad qilgan. Esda tuting, har bir ma'lumot muhim, har bir hujjat qimmatli. O'z huquqlaringizdan to'liq foydalanish uchun faol bo'ling. Ma'lumotlarni tekshiring va zarur hollarda tegishli idoralarga murojaat qilishdan tortinmang. O'zingizni, yaqinlaringizni asrang. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning har bir harakatingiz bizni yanada ko'proq foydali ma'lumotlar tayyorlashga undaydi. Salomat bo'ling va keyingi videolarda ko'rishguncha